Milliy sertifikat 4-variant yechimlari. Quyidagi rasmdan foydalanib x, a, b va s larni qiymatini aniqlashimiz kerak. X bu yerda noma'lum element atomining yadro zaryadi. A, B, S va 4-qavatga e'tibor beramiz. A bu yerda 1-qavat, B 2-qavat, S 3-qavat. 4-qavatida bitta elektron. 4-qavatda bitta elektron bo'lsa, konfiguratsiyadan boshlaymiz. 1s2 1-qavat, 2s2 va 2p6 2-qavat, 3s2 3p6, undan keyin to'ladigan qavat 3p6 dan keyin 4s da bitta elektroni bor ekan. Bunday elektronlarni hisoblab chiqadigan bo'lsak, 1-qavat A ga to'g'ri kelyapti, demak A ning qiymati 2, 2-qavat B ga to'g'ri kelyapti, qiymati 8, S 3-qavat 8 da 1 qo'shilishi aytilmagan. Endi elementni aniqlamoqchi bo'lsak, 4s1 yoki barcha elektronlarni qo'shib olsak, 19. Tartib raqami 19 bo'lgan element bu kaliy. Kaliy bo'lsa, kaliyda yadro zaryad, ya'ni x ning qiymati 19 ga teng bo'ladi. Bu degani x ning qiymati 19. Endi shularni qo'shib chiqsak bo'ldi. A uchun 2, B uchun 8, S uchun 8, X uchun endi boshda yozmadik, oxirida yozib qo'ydik. To'g'rilash mumkin. Mana plus X uchun 19. Qo'shamiz endi 18. 18 ga 18 37 bo'lar ekan jami. To'g'ri javob A varianti. 1/3 nisbatda olingan geliy va X gazdan iborat 11,2 litrlik havo to'ldirilgan normal sharoitdagi idishga joylanganda. Havoni molni hisoblaylik 0,5 mol. Havoning molekulyar massasi 29, 0,5 ga ko'paytirsak, havoning massasi chiqdi. Endi bu masalani ishlashimiz uchun bosim 5 marta oshish degan joydan foydalanamiz. 0,5 mol edi, hajm ham 5 marta ko'tariladi. Ko'paytiramiz 5 ga. Endi 2,5 mol bo'ladi. 2,5 mol, shundan havoni molni ayirsak, gazlarning moli chiqadi. Geliy va noma'lum X gaz 2 mol ekan. Ikkalasining mol nisbati 1 ga 3, 1y ga 3y deb qabul qilsak, jami 2 mol bo'lishi kerak. 4y bo'ladi. Y ning qiymatini topish 2 ni 4 ga bo'lsak 0,5. Y mol geliy edi, demak 0,5 mol. X gazimiz 3y edi, 3 ga ko'paytirsak, demak bu 1,5 mol bo'ladi. 0,5 ga 1,5 mol. Endi zichligidan foydalanamiz. Normal sharoitda zichlik, havodan foydalanamiz, chunki idishimizda havo bor edi. Normal sharoitda 29. Zichlik shuncha marta kamaygan bo'lsa, demak, ularning o'rtacha molekulyar massasi ham shuncha marta kamayishi kerak. O'rtacha molekulyar massa 29 edi havo bo'lgan paytda. Kamaydi deganligi uchun bo'lamiz 145 taqsim 123 ga. Surat maxraj joyini almashtirsak, ko'paytirish bo'ladi shunda. 145 suratida 123. Shuni hisoblash kerak. 123 ko'paytiruv 29 bo'luv 145. O'rtacha molekulyar massa 24,6 bo'lishi kerak. Endi umumiy massani umumiy molga bo'lsak, bilamizki, o'rtacha molekulyar massa chiqadi. Umumiy massadan foydalanaylik. Umumiy massa geliy 0,5 mol ko'paytiramiz 4 ga plus noma'lum gazni bilmaymiz 1,5 molekulyar massasini x deb belgilaymiz. Havo massasini hisoblab qo'yganmiz 14,5. Umumiy molga bo'lishimiz kerak. Umumiy molimiz 4,5. O'rtacha molekulyar massa esa 24,6. Bu 2 bo'ladi. Plus birdan 2 ga qo'shib o'rsak 16,5 plus 1,5x teng 2,5 ni ko'paytiramiz 24,6 ga 61,5. 1,5x teng 61,5 dan ayiramiz 16,5 ni 45 ekan. 45 ni 15 ga bo'lsak 30. Molekulyar massasi 30 bo'lgani bu azot 2 oksidi. B variant to'g'ri ekan.